Assalomu alaykum, Chorva biznes kanali qadrli obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar, buzoq ishqibozlari, buzoqlardan qachon chiqarasan, yaxshi buzoqchalardan ko'rsat ukam deb kutib o'tirgan aka-ukalar, opa-singillar, hamyurtlar. Hammaga xayrli kun. Qadrli obunachilar, biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy mahallasida Otabek akami fermasidamiz. Qadrdonlar, bu yerda bir qator chiroyli buzoqchalarimiz bor. Xudo xolasa sigiri borlar, sut emdi so'raganlarga sut emdilardan ham chiqaramiz. Mana ko'rib turganlaringdek o'tga kirib qolgan, xudo xolasa hammasi bir-biridan go'zal. Gibrid buzoqchalarimiz bor aka-ukalar. Mana bu yoqda o'zimizni Savayskiy Shvedda yosh ko'chatidan bor. Sigir qilaman, yoshligidan olib o'zim boqaman deganlarga oyoq qo'llari tikka. Oqlar oq tumshuq, ostilari ham oq, juda ham beg'ubor bitta buzoqchamiz bor. Puli ham yengil aka-ukalar. Xudo xolasa bitta qo'ydi puliga ham mol beramiz, xudo xolasa aka-ukalar. Puli yengil. Eng muhimi aytaman-ku doim. Eng qiziq joyi pulida bulardi. Mana aka-ukalar. Sifati ham go'zal, puli ham yengil bo'ladi, xudo xolasa. Bizni kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, bittadan like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmalarini bosib qo'ysanglar, biz Otabek akam bilan ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Otabek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Tuyimsiz? Obunachilar, assalomu alaykum. Keldingizmi aka? Rahmat, Xudoga shukr aka. Aka, xudo xolasa nima qilamiz? Sotamizmi bu dehqonchilikni? Sotaveramiz endi. Aka-ukalar, hazillashaman. Bizniki tirikchilik. Otabek aka to'g'rimi? Yo'q, bizniki tirikchilik aka. Endi hazillashamiz-da. Ha, ozgina dumalaydi, sotamiz. Xudo xolasa. Aka-ukalar, bitta narsa. Mana shu molni hozir biz narxini aytamiz, sizlar ko'rib turasizlar. Bozorga chiqqan dehqonning qo'lida mana shu mol 15 million narx aytiladi, lekin bizda unaqa emas. Chunki bizda olingan narxi aniq, 1 so'm 2 so'm qo'yamiz, sotamiz. Maqsad sotish. Turgan bilan buni yog'i chiqmaydi. To'g'rimi aka? Nima deymiz pulini? Otabek aka buni. Hop, bo'ylari 1.6 sm, 1.7 ham chiqadi asli. Aka 11 million, ha. 1 plus 1 ustida 1.6 toza chiqadi. 11 million so'm kami bor aka. Bo'ldi. 11 million so'm xayrini qilib beramiz. Xayrini qilib beramiz. Dastlabkilari qayergacha? Dastlabkasi aka Toshkentgacha. Toshkentgacha dastlabkamiz bor, xudo xolasa. Sog'ligiga, yeb ichishiga. 1 hafta kafolat. 1 hafta garantiyasi. Jonidan boshqa yedi ichki kasalligiga 1 hafta kafolat aka. Mana aka-ukalar. Sifatni ko'ringlar buni. Go'zalligini ko'ringlar, ohu ko'z. Ostilari ham juda oppoq, juda chiroyli sigirlar, xudo xolasa. Hali fermalarda sigirlari bo'ladi-yu. Orqalari ham, kengliklari ham zo'r aka-ukalar. To'ni ham o'zingizlar bilasizlar, to'ni ham endi boshqa mollarga qaraganda 2-3 million rol o'ynaveradi-da mana shu to'ni. Savayskiylarda oq quloq, oq tumshuq, to'ni chiroylilari 2-3 million rol o'ynaveradi. Endi buni ham ikki xili bor-da. Otabek aka mendan yaxshi bilasiz, o'zingiz muxlislar ham yaxshi bilishadi buni, ishqibozlari ham. To'qrog'i bor. To'qrog'i bor, ochirog'ining ishqibozi ko'p bo'ladi. Ko'proq bo'ladi aka, haqiqatan to'g'ri aytyapsiz. Shvedda hali novotrangi deb qo'yamiz, ochirog'i deb qo'yamiz. Buni ishqibozi ko'p bo'ladi. Xudo xolasa olib, nazar qilib sigir qilinglar aka-ukalar. Xo'p, keyingisi. Keyingisi aka ham undan go'zal. Undan ham go'zal. Qora ko'z, qora tumshuq. Qarang ko'zining yonishini, jonivorni. Aka-ukalar. Ohu ko'z ekanda bu. Sigir qilishga Shvedda originallaridan bu ham aka, xudo xolasa. Qanaqa qilib boqish kerak ekan xolosda, endi bunga e'tibor bering. Buni endi qanaqa nimalar insonlarga tavsiya qilamiz. Bitta qo'chqor olib boqib qo'yaman degan aka-ukalar. Xudo xolasa bitta narsani esdan chiqarmanglar. Moldan molcha qoladi, qo'ydan qo'ycha qoladi. Foydani aytyapman. Luboy narsani qilishdan maqsad foyda topishmi akalar? Foyda topish bo'lsa mana, olinglar, xudo xolasa yetalab turasizlar. Ana shu qo'yga beradigandan ko'ra oz narsa yeydi. Kerak bo'lsa-da hozirgi holatda nimaga qo'yga makka nima qilasizlar, makka bug'doy berasizlar, yemlash kerak. Qo'chqor olsanglar. Endi bitta qo'chqorning puliga bitta mol beryapsiz, baraka topkurlar. Olinglar, maza qilib boqinglar, xudo xolasa sigir qilib olasizlar. Bu yog'ini aytadigan bo'lsa, ozgina vaqt boqib turib buni olib chiqib sotadigan bo'lsanglar ham, buni ishqibozi ko'p, xudo xolasa ko'rib turganlardaqa go'zal. Bozorga olib chiqsanglar ham yo uydan sotsanglar ham hozir aytib o'tganimizdaqada qo'ydan qo'ycha qoladi. Moldan molcha qoladi aka-ukalar. Foydasi zo'r. Yeb ichishlariga mana. Xudo xolasa. Yeb ichishlari zo'r, xudo xolasa aka. 1 hafta yana sinab olishaveradi, ha. Garantiyasini beramiz, a? Garantiyasini beramiz aka. Hop, tushuncha bo'lish uchun bo'ylari 95 sm. Aha. Aka 9,5 million so'm savdosi bor. Kami bor, kelishtirib beraman. Yana hayrini qilib beramiz. Ha, yana hayrini qilib beramiz. 9,5 beramiz. Aytganiga hech kim sotmagan aka. To'g'ri. Magazin baho qilish yo'q aka-ukalar. Mana uni aka semental duvorishmasin, sementalga gibrid. Gibrid variant. Qarang jonivorni, gibrid. O'zi sementalga tortib chiqqan, lekin o'zi turishlari ham hamma yo'q, aytib turibdi. Endi otasidir, onasidir semental bo'lsa, endi to'g'ri.
Gibrid deylik. Mana ukalar. Oq tumshuq, bunnilari ham oq. Kipriklari ham oq kipriklari o'zi mana aytib turibdi-da. Endi ko'p joyi hali bilganimizcha aytib qo'yamiz. Akalar, haligi gap, ming martasiga ham choy damlab bermaydi. To'g'ri. Mol. Lekin molda ham go'zali bo'ladi, sifatligi bo'ladi. Bu yo'q mol. Aka, Importidan boqaman deganlarga mana buni tavsiya qilamiz. Hop, qanaqa bu, necha oylik bo'ldi bu? aka 2 oy pil ustading. 2 oy Ha, tepasida. hech qaysini ham tepasida bo'lmaganmiz. Primerni so'raymiz endi baribir. Ha. 2 oy tepasida, xudo xolasa. Semental gibrid. Semental gibrid. Aka 90 pilisga olishaveradi bo'ylarini aka. 90. Narxi ham qimmat emas. Nech pul deymiz ota? 9,5 million so'm kami bor buni ham. 9,5 million so'm. Kami bor. Bularni zoti gapiradi-da. Ha, zoti gapiradi. Zoti gapiradi. Bu zotiga pul bo'ladi endi bular. Xo'p, keyingisi. Keyingisi aka, bunisi ham gibrid variant. O, qarang janivarni. Gibrid variantimiz. Mana ukalar. Sifat hozircha abjorasi mash ekan, ha, ishtahalari zo'r ekan. Zo'r. Hozir yeyib turadi. Ha, ishtaha oldicha uyatyapti, sizlardan hijolat o'lyapti akalar. Xo'p. Yeb ichishlar mana endi semental boshladi yeb ichishi. O'tga o'rgangan xudo xolasa ukalar. Bular yemaydimi hozir? Yo'q, bular yemaydi aka. Yem hashak, keyingi kepak. partiyada chiqaramiz, Ha, stemdilar. xudo xolasa stemdilar keyingi partiyada chiqaramiz aka. Hozircha bular mana o'tga o'rgangan. Xudo xolasa aka-ukalar qiynalmaysizlar, o'ylanmaysizlar. Uylarda hammani misol uchun mol boqishga sharoiti bor inson hovli bo'ladi-da, endi hech qachon domda yo boshqada mol boqilmaydi. Hovli bo'ladi. Hovlida o'sib qolgan o'tlarni olib o'rib qo'yasizlar, mayda-mayda qilib berib tursanglar, xudo xolasa o'tga kirgan. To'g'ri aka. Po'chog'ida boshqadir hamma narsani yeydi aka. Sharoitiga qarab turib kimdir silosga o'rgatib oladi, kimdir teritga o'rgatadi. Xudo xolasa yeb ichishdan muammo yo'q. Buni nima deymiz Otabek aka? Aka 9 million so'm hayrini qilib beraman. Hayri bor, ha? Ha, 9 million so'm hayri bor aka. Bo'ylari bu ham 90 santimetrga olishaveradi, kam kelmaydi aka. Xotirjam. Xo'p, hammasiga garantiyalarimiz bor. Hammasiga garantiyamiz bor. Aka, kimgadir bir dona, kimdir qurbi 4 donaga yetar. Hech kimni norozi qilmaymiz. Telefon qilsin, like bosib, otangga rahmat deysin aka. Mo'ljaldagi puldan ham o'tib beramiz endi. Xudo xolasa. Otabek aka mana bu uchala kichkinamiz bor-ku, endi bu boshqa temada 10 million tepasida. Boshqa tema, to'ppa-to'g'ri. Bu endi mana 9.5 deganimiz ham narigilar bilan pashti yaqin. Uchovini Otabek aka bir joyga oldim deganga, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berasizmi aka? Uchovini. Aka, uchovini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman aka. Oldim, mol qilaman uka, duo qilib boqaman deysa, yetkazib beraman. Uyi bo'lsa bo'ldi, O'zbekiston hududida. Chet elga chiqib ketib qolmasak bo'ldi. Chet elga chiqib ketib qolmasak bo'ldi. Bo'ldi. Qadrdonlar, yetkazgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Obuna bo'lmaganlar, Dadan obuna bo'lish tugmalarni bosib qo'ysanglar, baraka topgunlar, bo'lar bo'lmas videolarni ham ko'rib vaqtinglar o'tyapti. Undan ko'ra sizlar uchun foydali videolar qilamiz. Chorvachilikka oid ma'lumotlar, narx-navolari, boqilish ratsionlarini o'rgatamiz qo'ldan kelganicha. Xudo xolasa. Like bosib otangga rahmat deganda uyida eng kamida mana shunaqa mollardan bo'lsa aka. Xudo xolasa. Bu chin ko'ngildan aytyapman, ha? Zo'rlaridan boqish nasib qilsin hammaga aka-ukalar. Chorvachilikda baraka bor. Xudo bergan barakasi bor. Akalar, chorvachilikda birinchi o'rinda sizlar bugun ishlatib yorishinglar mumkin bo'lgan pulinglar boylanib turadi. Bugun mol olsanglar, uylarga mana shu mol boylandi, pulinglar boylandi. Любой biznes, любой narsa borki orqaga tortishi mumkin, lekin o'sib turgan narsa hech qachon ziyoniga yurmaydi. Faqat pulinglarga pul qo'shiladi, baraka kelib turadi. Sigir qilsanglar, xudo xolasa sut qatiqini ichasizlar, qaymog'ini sotsanglar ham o'ziga o'zi chiqaveradi. O'tini, yemini olib oldiga berib qo'yasizlar. Yetkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.